Xo'p, yana markalardan o'zimizning shu mashinalardan Chevrolet, Malibu, Captiva nima mashina bo'lsa ko'rsatib turamiz. Muzaffar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sanjar aka degan bor, Muzaffar aka. G'ayratiga tuzumisiz? Sanjar aka, bugun mashinalarni zo'rini ko'rsataylik ekan. Bo'lagan realniy narxlardan qo'yamiz. Mashinalarimiz ko'p. Mana boshlaymiz. Mana xudo xolasa mana Kia Sorento bor. Xo'p, Kia Sorento'dan mashinadan boshlaymiz ekan. Bu yili qanaqa, probegi qanaqa, qancha yurgan? Xo'p. Kia Sorento'dan fullmi bu? Bu Comfort Plus 7 taligi 7 talik. oilaviy 2.5 motor. Ha. Hop. Toza kraskalari. Kraskasi toza. Bu Xudo o'shanda xolasa. eng fullmi? Bir qo'llik. Eng fulli, fulli. Bunda chashka mashkalarni qo'yib, bunda ko'li-po'lalarni tak Red Bull'dan chop ketayotganini qo'yib qo'ygan joyi ekan. Ha, Sanjar aka? Puli 2.5 ligi bo'ladi, bu 2.5 ligi. Bu 2.5. Ha. Zapaska joylari ham tegida bo'lsa kerakmi? Tegida. Ha, yaxshi. Gazi bormi? Yo'q, Zapaska. gazda yurmagan. Bir qo'llik. Bir qo'l haydalgan mashina. Ha, top-toza. Sanjar aka, bitta mashina oldini ochib bering, aka. Hop. Yo'q, ochdim, ha bitta. Bo'l. Motorini ko'raylik o'tdim. Motor holatlari ham yaxshi. Tayyor qilingan. Ventilator katta bo'lganda, aka bunda-da. Mana. Xo'p, aka, biz endi 2023-yil 43 ming yurgan ekan. Bo'lagan realniy narxini aytaylik. Buni endi 32.500 so'rab turibmiz. Yana oluvchilarga xudo xolasa kelishtirib qilib beramiz. 32.500 dan kami bor, to'g'rimi akam? Shunaqa. Bo'l, kelaverasizlar. Xo'p, keyingi mashinamizga bitta bo'l olamiz hozir, aka. Xo'p, Keyingimizda endi hozir ikkita mashinamiz sotildi. Hozir mana yana Traversimiz bor. Travers, xo'p. Necha pulga baraka Captiva'miz sotildi. Yuan Up sotildi. Bu 21. Shu yerdami egalari, aka? Ha, shu yerda. Aka, bu Belgium shukmi deymana? Shunaqa. 21 shunaqa Belgium chiqib kelgan. Baraka bo'lgan ekan endi baribir. 23lar keyin oqib bo'lib kelgan. O'sha ana sirenlarning kapital deydimi, nima deydi bu? Kapitan sirenalar. Kapital sirenalar tayyor ekan. Ilohim yaxshi haydasin. Kraskasi sozamidi, aka? Bitta o'sha bagajda petnosi bor. Bagajda petnosi bor edi. Aka, endi necha pulga baraka bo'ldi, aka? Buni endi sotuvda bu. Sotuvdami? Baraka qildim deganingizga? Yo'q, bu ham ikkita boshqa mashina. Aka, men bo'lagan narxini qo'yaylik endi buni. Buni endi 30 so'rab turibmiz. Kelishtirib bergan joyi bor. Xudo xolasa oluvchilarga bo'lsa. Propellari hamma narsasi tayyor, hadovoy, mashina akkuratli haydalgan. Minishga tayyor ekan, aka. Tappa tayyor. Endi ani kraskasi ichiga o'tmagani, to'g'rimi? Yo'q. Ichlari butun. Ichiga o'tmagan bo'lsa, kelsanglar. Mashina svejiy. 4 yangi baloni bor, tayyorlovkalari bor. Hop, Captiva aka, nima bo'ldi Captiva? Baraka bo'ldimi? Captiva baraka bo'ldi. G'ayradegan sotganligiga o'xshab turibdi mana akam. Necha pulga baraka? Ochuvmi aka? Yo'q, bu yo'qlab ketishdi datasi. Necha pulga baraka bo'ldi? Bu xudo xolasa 10.200 ga sotdik. 10.200 ga? Aka, bu spak beryaptimi puliga? Ha. 2012-yilga 160 ming yurgan kraskalari ochiq ekan. Ochiq. Kraskasi tozamidi? Kraskasi bitta eshigida petnosi bor edi buni ham. Endi aka, yiliga endi hozir 13 yillik mashinada, endi qarasiz. 2012-yil ekan. Tayyor mashina. To'r qilinganmi o'shanda? Polni to'r qilingan. Oynasi qolib ketdi bitta. Oynasini qilmagan ekan. 10.200 ga baraka bo'ldimi aka? Shu. Aytadi shu mashinalar shapga berilgan. Shunaqa. Zamon aylanib deydi. Jitavrimiz bor, mana idealniy sostoyaniyada bu ham. En fulli. Fuldan bitta past yana. O'zi menga qarang, bozor nima bo'lyapti bu? Bozor bo'lyapti, yaxshi. Bugun yakshanba endi baribir savdolar qanaqa narx-navo hozirgi pul ta'siri bo'lyaptimi? Yo'q, ta'siri yo'q. Xudo xolasa mana sotdik, bemaloldan tarzda qilib keldik. Hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Inshaalloh. Odamlar bor bozorda ham, xudo xolasa mana barakalar bo'lyapti. Bu o'zi ham ikkita mashina baraka qildik, xudo xolasa. Barakasini bersin, aka. Inshaalloh. Xo'p, Jetower. Full dizmi Sanjar aka? Full, 1.6 ligi luxurydan bitta fasada bu endi
abdufotografi yo'q edi. Oldida ham kamera bo'lar Lekin ekan. full hisoblanadi bu ham. Polni panorama 360 hamma narsasi bor. 7 ta o'rindiqli. Bu menimcha aka Biri Xitoydan oltilik. boshida kirib kelgan, mashina kirib kelganda Jetaurda. Hozir endi 1,5 liklari kelyapti. 1,6 liklari hozir to'xtatib qo'yishgan. Yaxshi ekan aka, kraskalari toza deyapsiz, panorama o'sha tom. Kraskalari top-toza, probeglari ham Bu yozuvlari ozgina yurgan 40 ming. Dubay atrofida. ekan. Buni 20,200 deyapmiz. 20,200. Savdosi bor, kelishtirib beramiz Okey, buni ham короче, baholasi. hozir bir ish bo'ldi-da. Besprabek Gentra 18,500 ga bermadi, aka, ishonasizmi? Gentralar yaxshi. O'zim o'zi beraman deyapti-da, bunday qarayapman-da, aka. Gentra turibdi deb yozmayapti-da, Jetaur turibdi. Bunday qarasangiz, endi bu balandroq. Bala. Hali ham odamlar Gentra olyapti-da. Shunaqa. Minib qo'ysa yoniga Jetaur olyapti. Bunda funksiya Okam yana ko'p. dastroyga qarab yana kesinglar bor, bevorlar, shunaqa odamlar Kelishtirib qilamiz, bor, mujiklar bor. To'g'rimi? Barakasini bersin. Ilohim aytganingiz kelsin, aka. Inshaalloh. Shu mana 20 hozircha mingdan shu. kami bor. Bo'ldimi aka, shumi? Bo'ldi, Yana hozircha nima? shu. Mana bu endi qo'shilgan ekan ular. Ular endi Kechani Malibuni chala bo'lib qolibdi, o'shani olamiz hozir. Joningiz sog' bo'lsin, Bahodir akam o'tiribdilar. Aka. Jonlar sog' ularda ham bo'lsin. yaxshi mashinalar bor, xudo xolasa. Mana shu darvozadan, gilamlikdan kirganinglarda uzun market bor. Kecha obzor qildik o'tdan ham. Shunda o'tganda Sanjar ekan, telefon raqamlaringizni aytib qo'ying, aka. 99lik 852 23 23. Yana qo'shimcha raqamlaringizni aytavering, aka. Hop, 99lik 831 99 22. Bemalol telefon qo'yirsiz, aka. 24 soat yoqib. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling, aka. Bo'ldi. Ishingizga omad, Ishingizga Sanjar aka. rozi. Xo'p, barakasini bersin. Xudo xolasa. Hop. Xo'p. Hop. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib ko'rsatib ketdik. Bemalol kelaverasizlar. Akam shu yerdalar. Yana boshqa mashinalar ham bor. Sotilgan mashinalar bo'lsa, yo sizlarga qanaqa mashina kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Yana o'zlari ma'lumotlarni berib ketadilar, ma'lumotlarni olasizlar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Abbos Avtoda ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Qo'ldan kelgancha sizlarning e'tiboringizga bo'ldik. Salomat bo'lasizlar.